Har bir inson bilishi kerak bo'lgan 3 ta o'lim alomati bor. Ushbu belgilarni bilib, siz o'zingizni va yaqinlaringizni hayotini saqlab qolishingiz mumkin. Birinchisi, birdaniga to'sh orqasida, ya'ni ko'krak suyagi orqasida kuchli og'riq paydo bo'ladi. Og'riq pichoq tiqqandek, xuddi to'sh ostida kuyayotgandek va bosim bilan bosilayotgandek bo'ladi. Og'riq chap yelkaga tarqaladi. Ikkinchisi, sovuq, yopishqoq ter chiqadi badandan. Uchinchisi, juda yaxshi o'tirgan vaqtda birdaniga umumiy holsizlanish bo'ladi va odam o'zini juda zaif his qiladi. Ushbu belgilar boshlanayotgan infarkt miokardi belgisi bo'ladi. Bunday vaziyatda hech narsa qilinmasa yoki e'tiborsizlik qilinsa, qaytarib bo'lmas holat, ya'ni o'limga olib keladi. Shuning uchun bu alomatlarni doimo esda tuting, vaqtida va tez chora ko'rishga harakat qiling. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada plus belgisini qoldiring.